sotgan ekansiz, mana ham bitta hisoblab beringchi. Tilla olishga olyapmiz-da, faqat mana bu tillarni olyapmiz. Deb nima narsa bu aka bu? Pul yetadimiz qilib, mana bitta hisoblab ko'ring. Tilla bo'lsa bo'ldi, pulimiz yetadi inshaalloh aka. Yo'lbarsmi bu, mushukmi bu? Bu o'rtasidagi narsa aka, yo'lbars. Hamma narsaga o'xshagan. Hamma narsaga o'xshagan. Gepard bu aka, bilmas ekansiz-da. Qayerdan olgansiz o'zi buni? Ya bu pодарок aka. Qadarka bo'lgan. Tillaligini qayerdan bilamiz endi? Ya buni probasi bor aka, dumida. Dumini orqasidan pastroqda probasi bor 750 ga. Buni atela. Mana mamtida bor ekan, 750 proba ekan. Gapi 750 proba. Sotmoqchimiz hozir uni. Qancha bu 1 kilo chiqsa kerak. Ko'ramiz aka. Tarozini o'lchaymiz ekan, qarab o'lchaymiz. Rostdan sotmoqchimiz aka, ya'ni bo'yalmaganmi bu narsangiz? Aka, tilla bu men bu yerdan sotib kelgan bolalardan emasman. Bo'ldi, gapi yoki bar tekshirib olamiz-ku, atak 750 probaga hisoblab beraveraman. O'zi sotmoqchimisiz yoki nima o'zi? Narxlatmoqchiman aka, menga pul kerak emas hozir. Necha pul narsa, qiymatini bilmoqchiman, padarak bo'lgan narsani. Voy, 296 chiqyapti. Hop. 750 proba chiqadigan bo'lsa, aka, 1 grammini 1 million 250 ming so'mdan olib qola olaman bugungi kunda. 496 million 200 chiqyapti aka. Salkam 500 millionlik narsa ekan-da. 500 million bering sotib beraman aka. 500 millionga lekin to'g'ri kelmaydi aka, grammi pasti 1 million 200 bilan tushib ketadi. 1 million 250 dan bo'lsa 496 million 200 emas, 496 million 500 qilib bera olaman. Atak yomon chiroyli ekan aka, suvenirmi nima bu 69 bo'lishi kerak o'zi. Bu yumshoq olgani va o'sha uchun 750 qilish kerak. Bu kimgadir sovg'a qilishga, bunda stol qo'yib qo'yib qo'ysangiz, zodagonlar yomon chiroyli turadi aka. Bilgan biladi buni aka. 496 million 500. Xolasangiz baraka qilamiz. 500 millionga to'g'ri keladi. Keyin safar olib kelaman. Unda sal yana ko'tarilsin tillardan. Bo'ldi aka, o'zingizga qarang endi. Qimmatroq hisoblab berdim. Ya, arzon hisoblaysiz-da, men pul kerak emas-da, prosta. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Shu yerdanmi xizmat? Agar sizlarni ham shunaqa tillar bo'ladigan bo'lsa yoki shu yo'lbarsga o'xshagan suvenir tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.